Monaco'dan jonli efir. Oh my god, yo'l yo'q ekan. Bu shaharga kelaman deb o'ylamagan. Old money style luxury. Haqiqiy inglizcha deganda shaharda eng mashhur joyi. Oddiygina dom. Bu ham dom. Tagi to'la eng mashhur mashinalar, superkarlar. Aston Martin ko'rmoqchi bo'lganlar bormi? It's impossible to believe. Assalom va men hozir yana boshqa davlatdaman. Populyatsiya davlatiman. Monaco. Bu tarafda. Xo'sh, bu davlat haqida ma'lumot beraman. Monaco bu Fransiyani bitta chekka qismida Nice shahrining oldida joylashgan davlat. Bu juda kichik davlat, lekin aholisi juda ham boy bo'lib, bu davlat nimasi bilan mashhur? Kazinosi bilan va boy mashinalari va davlat juda ham boyligi uchun ko'chadan bilishlar mumkin, mana shaharda ko'rishlar mumkin. Xo'sh. Va biz hozir eng mashhur joyi, eng shaharda sentr joyi Kazino tomonga qarab yo'l oldik. Xo'sh, mana binolarni ko'rishlar mumkin, palmalar va binolar o'ta ham chiroyli. Bu tipa old town stilda qurilgan, lekin yangi formatdagi uylar. Mana bu yerda yangi binolar ko'rishlar mumkin. Anchagina chiroyli. Bu tomondagi uylar ham. Bu joylar Fransiyadan ancha oldinda. Monaco'dan jonli efir. Oh my god, yo'l yo'q ekan. Orqada yo'l yo'q. Nega keldim bu yerga? Tinchgina deb bilan ketayotgandimmi? Atak ko'rib olishga joyi shahar. Qandaydir mana bunaqa narsa bor bu yerda. Yevropacha staylda zamonaviylikni uyg'unligi bor. Tipa old money style luxury. Haqiqiy inglizcha deganda eskicha boylardi, haqiqiy boylar. Tushuntirishim avvalo kazinoga yetdik. Ashtolidagi joy shaharda eng mashhur joyi. Adashmasam hozir yopiq. Chunki soat ertalab 8. Bu yer haqida menda ko'p ma'lumot yo'q, lekin shuni bilaman. Ko'pincha Formula 1, Formula 1 musobaqalari shu shaharda bo'lib o'tadi, chunki eng katta mashhur trassa shu yerda joylashgan. Bilsalaring kerak, eng boylarda maza qilib tomosha qilib ko'radigan sportda shu. Jo'shlaydigan soatlar magazini yopiq ekan. Bu shaharga kelaman deb o'ylamagan. Hayolim bir chekkasiga yo'l shahar. Hammasi shu Shveysariyadan boshlandi. Mers, Porsche. Talablik uchun hali mashina yo'q. Nega mana ajoyib. Mana o'sha kazino. Oddiygina dom. Bu ham dom. Tagi to'la eng mashhur mashinalar, superkarlar. McLaren, Mercedes, yana qaysi mashina ko'rsatdimiz? AMG G-Wagonlar, Ferrari, Aston Martin ko'rmoqchi bo'lganlar bormi? Просто yonimda to'xtadi.
Ferrari. Ferrari. Oh my god. Bunisiga qo'sh. Oh, Rolls-Royce. Guys, it's crazy. This is Rolls-Royce. McLaren. Bular faqat sport uchun, misol Formula 1 mana sportchilar. Bu Munchares, ispaniyalik Munchares degan nom. Orqadagi McLaren. McLaren. Jivago. AMG. Global AMG. Oh my god, this is the best one. Casino. Qaranglar, buni dahshat narsa. Mana bu bino va mana bu bino suvda qurilgan, suvga narsa qilib qurishgan. Binoni kattaligini ko'rishlar mumkin. Mana bu joylardan suvda ekan. Wow. It's impossible to believe it. Crazy. This is bigger than the ship. Cruise. Kemadan ham katta ya, mana bu bino. Oh my god. Qaranglar, sizlarga bitta muhim ma'lumot aytaman. Bu joyda bitta marketing ko'rdim. Bu marketing oddiy banner, lekin ko'p joyda ishlamaydi, lekin bu davlatda ishlaydi. Bu qanaqa marketing desanglar, mana ko'rsataman. Tepada ko'rishlar mumkin, Fly Private deyapti. Bu shaxsiy samolyotlar reklamasi, lekin ko'rishlar mumkin, ana endi hamma joyda osib qo'yilgan. Nimaga desalaring, endi aytaman. Bu shaharda boy odam ham tramvayda ham yuradi, avtobusda ham yuradi va o'zining mashinasida ham o'tadi. Mashinasini o'tishi uchun ham bu yo'lga qo'yishgan. Keyin men tramvay poyezddan kelayotganimda ham xuddi shu reklamani ko'rdim. O'sha yerda ham normalniy o'ziga to'q odamni ko'rdim. Bu degani bu reklama bu davlatda ishlaydi va ko'chalarga qo'yish ham to'g'ri narsa. Va ko'proq sotuv bo'lishiga yordam beradi. Shundan kelib chiqib davlatda nima deydi? Madaniyati va o'zini nima deydi? Culture, kulturasidan kelib turib, bu reklama qilinadi hamma davlatda. Bu yerda hamma o'ziga to'q bo'lgani uchun bunaqa reklama qilishgan va tabiiyki ishlaydi. Bu yerda hozir Dorini reklamasini qilsa hech kim e'tibor bermaydi. Qaranglar, yana bitta misol ko'rsataman sizlarga. Deyarli hamma joyda oddiy chulachaqa sayohatga olib chiqadigan kema yo'q. Hammasi o'zini yaxtasi bor. Eng katta yaxta, endi yana bitta katta yaxta. Bu taraf вообще billionerslar. Chunki o'z alohida hudud ko'rishlar mumkin. Oddiy baliqchadan tortib, bu oxirida kattalari ham bor. This is Monaco. Crazy. Mana endi ko'rishlar mumkin, mana rasvo oddiy mayda shunday kemachalar. Mana shahar orqa tomonda qoldi. Misol hamma aytadi, Dubay ancha rivojlangan. Dubayda bo'lmaganman, lekin men o'zim fikrimni aytaman. Dubay ancha rivojlangan, to'g'ri, lekin u joyda asosiy boylar yashamaydi. Mana shu Monacoda ko'rishinglar mumkin. Eski stildagi nima deydi? Xohlaydigan. Erta Dubayda ancha
zamonaviy stildagi narsani yoqtirishadi. Bu yerda eski stilda, lekin yangi narsani yoqtirishadi. Boshqacha, ikki xil bo'ylar. Xuddi shunaqa. Atak bu Yevropaning juda ham kelchagan. Qaranglar, International School of Monaco. Agar Monacoda o'qishni niyatlagan bo'lsa, aloqaga chiqib borasizlar. Bu yerda bizning kurslar kazino yo'nalish bo'yicha, sportlar bo'yicha Formula 1. Mana bunaqa joyda shug'ullangan bo'larmi deylar. Shug'ullanish, dam olish va kema va mana bu asosiy shahar. Tog'larda orasida joylashgan Fransiyaning bir qishlog'ida boy Monaco shahri davlati. Davlat deb tan olingan davlat. Ajoyib. Yo'lda ko'rishni mumkin. Tunnel ajoyib qurilgan ekan. Metro tepasi qasr va yo'l bog'ida dengiz. Shu bilan biz Monacoga bo'lgan safarimiz qariydi. Men o'zim sayohat qilaman, lekin video olmayman. Chunki kamerani ko'tarib yurish noqulay. Va biroz bo'lsa-da shu Monaconi ko'rsatgan bo'lsam xursandman.